Qo'rqinchli ovozliq asar. Vahima bosgan qabristonliq. Abduri Yasinjon. Bu asar Jinkas salonida ovozga aylanib, Jinkas salonida tarixdaldi. Buningdan boshqa salon va to'rbatlarning ruxsatimizsiz ko'chirib taqtishiga qat'iy yo'l qo'yilmaydi. Mikrofon oldida Uyultosh studiyasidan Hazrat Ali Out, Varis Qudus, Asma Najmiddin. Muzik tahriri va kirishtirgichi Varis Qudus. Amgikimizga alohida hurmat qiling. Men bir odatga dehqon bolasi. Mening yurtim Taglimakonning chetidagi bir yurtda. Mahallamizning ismi To'g'riq yezisi. Men kichigimdan mush mahallada cho'ng bo'ldim. Bu yil 23 yoshga kirdim. Texnicha to'y qilmagan edim. Atigan o'rnimdan turib, onam tayyorlab qo'ygan nashliqni ishtiha bilan yeb bo'lib, ketmanni elib, etizga mangdim. Etizga berib, qarlarni egiziltishga boshladim. Azroq vaqtdan keyin dadam bir qo'lida ketma, yana bir qo'lida chaynak va dasturxonni elib keldi. Voy o'g'lim, menga deb qo'ymay ketibsan, ha? Deb qo'ydi. Dada, siz nima keldingiz? Uyda aramasiz bo'lmamdi. O'zim qila olaydim bu ishlarni. Yo'q o'g'lim, sen japa tortyapsan. Tushma bo'lib qopdi. Azroq bilan nasiya olayli. Men ishlab tush bo'lib ketganimni bilmay qopdim. Dadam ikkimiz choy bilan nonni yeb olib, yana oldirish ishlab ketdik. Mana kechmi bo'ldi. Uyga berib, onam etgan suiqashni ichib olib, dadamga. Men qo'ylan o'tib keladi dada. Bo'ldi o'g'lim, atdigan men bog'dagi o'tlarni o'rib qo'ygan. Shularni silib ber. Bugun sen charchab ketding. Kirib arab olgin. Dedi dada. Men ma'qul dada. Deb qo'yib, qo'ylarga o't sap berib, vojramga kirib, uxlab ketibdiman. Bir chaqda telefonim sayrab ketdi. Uyquchilikda "Voyja, bu kechda kim telefon qilgandi?" deb telefonni oldi. "Voy, kim o?" Men Alim odash, qandaroq ahvoling? Tinchlikmi? Tinchlik odash. Telefon qilib qolsan-ku. Mandaq gap odash. Ata yuqorqi mahaldagi do'stimiz Izning to'yga. Men boy shu yerdan qaytib keldim. Ati barg'in juma. Voy, borma odash. Men bo'lsam qanday qiziydi o to'y. Shu, rost ayt odash. Amsi men boshqalarga telefon qilib qo'yay. Cho'qim vaqtida barg'in juma. Manda bo'lsin odash. Atiganda bolaning amin bizni uyga yig'sang, mishadilla maymizmi? Olim sal turib o'tgandan keyin. Bo'ladi odash. Atiganlik sizlarning uyinglarga bar emas. Tayyorlik qilgash turing juma. Men olimga. Bo'ladi odash amsa. Debla uyqum ketdi. Atiganda uyg'onib soatga qarasam, soat 6 oz qopti. Aldirashli o'rnidan turib, yotqanlarimni yig'itib, onam bor uyga chiqdi. Onam mening tezlik kirganimni ko'rib, "Voy balam, turib opsan-ku, nima bo'lding? Aldirashli yugurib kirding." "Ana, bugun do'stimning to'yi ekan-to'q, shuningga sal baldiroq qopdim. Men bosh ko'zim yuvilay degandim. Issiqsuv bormi?" dedim men. Onam, "Bar balam." deb chaydan elib berdi. Men suvni tashab bosh ko'zimni yuvib olib, amdin nashta qilay deb tursam, darvoza chekildi. Chiqib darvozani ochsam, Olim, Ahad, Ayso va 3-4 birodarlarim turardi. Ularni uyga boshlab, nashliqni anda-munda qiliblar, kiyimlarimni almashtirib to'yga mangdik. Bizmi yo'lga chiqib turishimizga mahallamizdagi Oshmaxon akam mashinasini haydab mangdi. Biz mashinasini to'siblar chiqib, Oshmaxon aka, bizni yuqorqi mahallaga olib qo'ygan bo'lsangiz, to'yga mengibsizlar deb fikirlarim. Hammadan xuddi deyishib olgandek, deyishdik. Birdan to'y bo'lgan uygim kelib qoldik. Biz mashinadan tushib, darvoza tuyidagi cho'nglari bilan bir-bir salomlashib bo'lgandan keyin o'yliga kirdik. Kirishimizga Ezizning inisi
Akamlar aqo'yildi aka. Bu ashaga chiqinglar, dedi. Biz arqa o'yliga chiqib qarasak, xeyli ko'p yosh bolalar turadi. Bir tarafda sozchi saymonlarini chetib degandek aldirash edi. Biz berib Ezil bilan ko'rishdik. Muborak bo'lsin adash, dedim men. Rahmat adash, qani do'stig'ingga kelinglar. Biz boshqa do'stlar bilan ko'rishib o'tib, kelib o'ltirdik. Birozdan keyin to'y polosi deganlar kelishga boshladi. Biz poloni ishtaha bilan yeyishga boshladik. Yanına to'y polosida bak o'xshabdi. Biz tamoqni yeb bo'lib o'tirishimizga sozchi sho'x musiqidan birini qo'ydi. Men o'ldiramay qolgan edim. Birinchi bo'lib Ezil bilan usul tushib ketdi. Boshqalar ham bizga ergishib o'tirib tushib usul o'ynab ketdi. Usulni tugab sazini to'xtatib qo'yib qiziqchilik tushib ketdi. Alimadash, ajab kechikib qoldinglar-ku, dedi Ezil. Voy, nimasini deysan adash? Asqarning uyiga borsak shu onasidan ruxsat olmay o'tiribdi-ku. Shunga azroq malolib qoldik shu. To'g'ri tushunsan-ku? dedi olim. Bolalar sat ko'rishib, cho'qan silishib ketdi. Agar Asqar qiz bo'lib qolgan bo'lsa, apsi uydan chiqarmayli, agi berib aka. dedi Ezil kulib turib. Yana kulib ko'tarildi. Mening sal ochig'im keldi. Shunda bo'lsa-mu Ezilning to'yida qanday qilsam qilishmamsa, dedim ichimda. Hey, Asqar qiz bo'lgan bo'lsa, o'zimni olakenman to'q. Hey, kasofat. Lekin bu o'g'avalada. dedi barcha turgan olim. Boshqalar bo'lsa yutilariga urishib, kulishib ketib boradi. Shu arada qizni ko'chirib kelgan vaqtmi bo'pti. Biz pikap va avtobuslarga o'tirib qizni ko'chirib keldik. Mana kechmi bo'ldi. Kechlik malika boshlanib, usullar o'yinlanib, birdamda oyoqlashdi. Soatga qarsam 11 ga oz qoldi. Hammadan tarqab minishga boshladi. Bizmi Ezil bilan xo'shlashib uyga bordik. Yama yeri piyoda qolgan edik. Qachonmi berib bo'lamiz? Atdiganda-ku mashinada kelgan. Hey. 7-8 bola mang'ach paranglashib menib, birdamida bizning mahalla ketadigan kichik yo'l bilan cho'ng yo'lga mangadigan ikki ochi yo'lga kelib qoldik. Bo'ldi. Cho'ng yo'l bilan mangsak, bakrak aylanib ketdi ekanmiz. Yaxshisi adash, biz kichik yo'lda mangayli. Ham bizning uyga yaqin. Olim Ahad Aysanlarga ma'qul bo'ldi. Boshqalar bo'lsa, sizlarning uyinglar shu tarafga yaqin. Bizning uy cho'ng yo'l yoqasida bo'lgandan keyin biz cho'ng yo'l bilmayli. Bizmi ortiq gap qilmay, ular bilan xo'shlashib, kichik yo'l bilan mangdik. Atrof intayin qorong'i. Onda-sonda o'qishning to'lg'an ovozi hamda itlarning qovgan ovozidan boshqa hech qanday ovoz anglanmay o'tadi. Bugun nima bo'ldi ekan? Biz bilan qayrishgandek osmonda oymi yo'q. Tozmi bir. O'qishning ansi sayragan ovozi meni sal surib bosqizib qo'ydi. Kallam azroq sagaklashdi. Mavishga qarab qo'ydib, yeni qarsam, yo'q. Anamni Magudan ne ketgandamdi deb orqamga qarsam, bir yerda ikki qar soyin ko'rdim. Hey, to'g'ri emas-ku. Boya biz mang'ani to'tiydik. Qandoqlarchi bu? Men boya o'zimning xiyolini surib menib, bularning qachon kelini qolganini bilmay qoldim. Qadamlarimni yo'g'on elib, ularning yeniga oldim. Berib qarsam, Ahmad yerda zumuzib o'tirib olib, "Yo'q, men mangmayman. Men qo'rqaman" deb o'tiradi. Men oldimdan, "Ey, nima bu yerda o'tirib oldi bu?" Adash Ahmad bu yerga kelib olib, ma'g'ulonmay otadi. Qo'rqma deb turib oldi. dedi. Nimadan qo'rqatganimda? deb so'radim. Uning deyishicha, oldimizda qabristonlikda chin bormish, dedi Aysa. Qarsam, Ahmad bizga orqani qilib o'tiribdi. Ahmadning kassasiga qattiq birin tepdi. Vayjalgan ovozdan keyin Ahmad chichangishib qopib, Qaysi meni tepgan? Men tepdim.
Muşağlığını tığı ponun yoğunun atsa. Tığı meni xotinlik alamsan. Tüy! Dedim ben. Bek ağırıp gitti. Qattiq tip ettin. Seni alsam bunda yürmeyim ben. Sen yaxşı er buldum ha. Şunu qila. To'la azmon azmay tez manga. Bayamning yoqi hech qancha mamabdiq. Dedi. Bu chaqda Aysa bilan olim eg'iz ochdi. Asqar adaş, bay aldırapla oylaşmay buyuldu mu optimiz. Aldığımızdaki mavi qabristonlik bekçoğun, neçə yüz yıllık tarihi var. Qandaq bula asli çoğun yoldan mangan bolsaq bopdiki. Dedi. Menmi aldıraplı qarar chiqarganimdan sal andikib qoldim. Shundaqdimi chandırmay. Biz bayamning yoqi az yo'l mamdiq-ku. Mush qabristonlikdan o'tsakla ma'la yo'lga chiqamiz. Endi bu yerdan oyoqimizni qaysa qanday bo'ladi? Bo'ldi tez o'tib kelsak bo'ldi, manglar. Dedim men. Ularmi beshini ma'qul degan ma'noda lang'ishib qo'yib, orqamda mengishqa boshladi. Men oldidan yo'l boshlab ketib bordim. Bir chaqda birisining qo'limni tortib silkishidan andikib orqamga qardim. Orqamda olimman qarab turib, bo'sh ovozda: Adaş, qabriston ichida bir narsa bor ekan. Yuragim jig'ilib qoldi. Qani? U qo'lini beshining yiniga akab turib, qara, o tarafga. Men asta qardim. Degandek qabristonlikning ichida bir jup yeshil ko'z biz taraf qarab turadi. Men asta kaynimni qardim. Ularmi ko'zlarini menga yutgan edi. Va Asqar, "Adash qanday qilamiz?" deb qo'rqinish tusida Ahmad gap qildi. "Qanday qilishni mendan so'rasang, men kimdan so'rayman?" dedim men ayon unimni chiqarib. Rasm desam, men qo'rqib o'tdim. "Hey, bu qani? O ko'rinmaydi-ku." dedi yenim turgan olim. Nima? Men qabristonlikning ichiga qaytadan ko'zimni tikdim. Boy ko'rgan noma'lum yeshil ko'zni amdilikda ko'rmagan edim. Bu qanday mumkin bo'lsin? U qandaqsiga birdan yo'qolib ketadi? dedim men. Bo'ldi adash. Ko'zimiz shunday ko'ringan o'xshaydi. dedi bir chetda turgan Aysa gap qistirib. Lekin boya birayni ko'rgan bo'lsak-ku mayli. Lekin hammamiz tan ko'rgan tursak, deb o'yladim ichimda. Bo'ldi adash, bu yerda turavermay tezroq mayli. dedi olim. Bizning boyqa qo'rqinchimiz texicha tugamagan edi. Oldimizga bir necha qadam minishimizga, oldimizga qabristonlik tarafdan bir o't uchib keldi. Bizning boyqa qo'rqinchimiz texi yo'qmagan edi. Oldimizga bir necha qadam minishimizga, oldimizga qabristonlik tarafdan bir o't uchib keldi-da, havoda bir necha layli o'tib, o'dildik yerga tushib ketdi. Boyqa yeshil ko'zning qo'rqib aran turg'imizda bu o't kelib bizni texim qo'rqitib o'tgan edi. O't yalqini bara o'chib, bu yerni yana qorong'ulik qopladi. Bo'ldi, bu yo'lda mansab jinimni silib baydikman. Bo'ldi, men oqimga yanaman. Shundaqda birisi kaynimda olitag'il to'liq o'tirdi. Bu Ahmadning ovozi edi. Menmi ozroq turib o'tgandan keyin "Bo'pti, orqamizga inayli" dedimda, orqamizga burilib cho'chib ketdik. O'dimizdan yiliq yeshil ko'z bizga qarab turardi va biz taraf yiqilib kelishga boshladi. Bu chog'da hammamiz tana orqamizga burilib qichqib boshladik. Afsus, bu yo'l butunlay o'zgarib ketgan bo'lib, hozir qabristonlikka kirib ketadigan yo'l bo'lib qolgan edi. Orqamga qarasam, qo'rqinchli maxluq, oldimizga qarasam, qabristonlik. Endi men zot qanday qilishim kerak? Bu maxluqni so'rdi nimanda tez? Bu yer qachonlardan gap bo'lganda? dedim men. Yuringlar. Bu batbash maxluqni birdan bo'lsin ko'mak uchun oldimizga mangayli. dedim men. Ahmad vaqirib turib. Nim degan gap bu? Chaqchaq qilyapsan-sa? Mau yeshil ko'zlik arvohlar shu yerdan chiqqan tursa, qarab turib mush maxluqlarning usiga kiramdiq.
Әмсі қандай қылымыз? Алды tərəfdə məxluq, arqa və on tərəfimizdə bütünlüy qəbristonluq. Soluğa azıraq maqsaq Tarım dəryası var. Hazır su uluq, hamın ölümnün işikən o. Azıraq tırışıb baqaylı. Ölməyən canda ümid var deptikən. Dedim mən, yenimdən, əzəldən ayrılmaydıgan. Boğamdan mağı miras qalğan qoy soyulğan piçqimni elib, yürünglar ağayınlar, başqa kəlgənni görəmiz. Deb qəbristonluqning ichiga qarab mandim. Olim bilan aysalarmi qo'lig'i pichqini elishib orqamdan maqdi. Ahmadga qarsam beshini salpaytib bizning keynimizdan asta qadamlar bilan kelyotdi. Bu vaqtda yiliq yeshil ko'zlik nim qildi ekan bilmadim. Bir nurni Ahmadga qartib otdi. Qo'rqinchliq ovozliq asar. Vahima bosgan qabristonlikning davomi qiziqsangiz